15. Bab. Hazreti İsa şagirdlarga mundaq dedi. Haqiqiy üzüm teli özümdür men. Atam Xudo bo'lsa, bog'vandir. Bog'van mendiki meva bermaydigan har bir shoxni kesib tashlaydi. Meva berganlarini bo'lsa, texmi ko'p meva bersin deb putab turadi. Sizlar putalgan shoxlarga o'xshash bo'lib, men sizlarga yetkazgan so'zlar orqali allburun pok bo'ldinglar. Sizlar menda bo'linglar. Menmu sizlarda bo'laman. Shox talda bo'lmay turib, o'zligidan meva berolmaydigandek, sizlarmu menda bo'lmasanglar, meva berolmaysizlar. Üzüm teli özümdürmen. Sizlar bo'lsanglar, shoxlari sizlar. Kim menda bo'lsa, menmu uningda bo'laman. Shundaq bo'lganda, u ko'p meva beradi. Chunki Xudo yoqtiradigan har qanday ishni mensiz qilolmaysizlar. Menda bo'lmagan kishi keraksiz shoxlarga o'xshash tashlab etilib, qurib ketadi. Bundaq shoxlar yig'ib o'tqa tashlanadi. Sizlar menda bo'lsanglar va so'zlarim sizlarda saqlansa, nemini talab qilsanglar, shuningga erishsizlar. Sizlar ko'p meva berishinglar orqali mening shogirdlarim ekaninglarni isbotlaysizlar. Bu otamga shon sharaf elib keladi. Otam meni so'yganidek, menmu sizlarni so'ydim. Mening mehr muhabbatimda bo'linglar. Agar amirlarimga amal qilsanglar, xuddi men otamning amirlariga amal qilgan va hamisha uning mehr muhabbatida bo'lganimdek, sizlarmu hamisha mening mehr muhabbatimda bo'lasizlar. Bularni sizlarga xushalligimdan bahramon bo'lsin va xushalligi to'lib toshsin deb aytdim. Mening amrim shuki, men sizlarga mehr muhabbat ko'rsatgandek, sizlarmu bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. O'z do'stlari uchun jinini pido qilishdan cho'nqur mehr muhabbat yo'qdir. Sizlarga buyurgan amirlarimni ado qilsanglar, mening do'stlarim bo'lasizlar. Endi sizlarni chakar demayman. Chunki chakar xo'jayinning nima qildiganligini bilmaydi. Uning o'rniga sizlarni do'st deyman. Chunki otamdan anglaganlarimning hammasini sizlarga yetkazdim. Sizlar meni tanlaganinglar yo'q. Aksicha, men sizlarni tanladim. Men sizlarni meva bersin hamda mevalaringlar menga saqlansin deb tayinladim. Mushundaq meva berganinglarda mening nomim bilan otamdan nima tilsanglar, otam shuni beradi. Sizlarga shuni amr qilamanki, bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. Bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlansa, sizlardan avval mendan nafratlanganligini bilinglar. Sizlarmu bu dunyoning odamlaridan bo'lgan bo'lsanglar, bu dunyoning odamlari sizlarni o'zining deb so'ygan bo'ladi. Biroq men sizlarni bu foni dunyodan ayirib tanlaganim uchun endi bu dunyoga mansub emaslar. Shuning uchun bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlanadi. Men sizlarga aytgan so'zni esinglarda tutinglar. Qul xo'jayindan ustun turmaydi. Menga ziyonkashlik qilganlar sizlarga ziyonkashlik qiladi. Mening so'zimga amal qilganlar sizlarninkiga amal qiladi. Mening nomim sababidan ular sizlarga ziyonkashlik qiladi. Chunki ular meni avatkuchini tonimaydi. Agar men kelib ularga ta'lim bermagan bo'lsam, ularning gunohlari gunoh deb qaralmaydi. Lekin hozir ular o'z qilmishlarining yomon ekanligini bilmadik deyolmaydi. Ularning mendan nafratlanganligi otamdanmi nafratlanganligi bo'ladi. Men ularning orasida boshqa hech kim qilib boqmagan ishlarni qilmagan bo'lsam, ularning gunohlari gunoh deb qaralmaydi. Amaliyotda ular
mening qilgan ishlarimni ko'rgan, shundaqdimi yana mendin va otamdin nafratlandi. Lekin buning bilan muqaddas yozmada yozilgan hech qanday sababsizla mendin nafratlandi degan so'z amalga oshirildi. Men sizlarga otamning yenidan yordamchi, ya'ni haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruhni avatman. U otamning yenidan kelib, menga guvohlik berdi. Sizlarmi menga guvohlik bersizlar. Chunki sizlar boshdan tortib men bilan birga bo'ldinglar. 16